Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana Sodiq 001 kanaliga obuna bo'lib, like bosishni esingizdan chiqarmanglar. Men Minecraft o'yinida ikkinchi qismini o'ynayapman. Hozir biz endi baza yaratganmiz. Bazani hozirchalik quflab ketib, bizga hatya bittagina daraxt kerak. Daraxt nima qilasan desanglar, shunda men ko'rsam daraxtlar tayyor. Mana biz bitta ish qilish esimizdan chiqib qoldi-yu. Voy do'stlar, eshitdinglarmi? Nima bo'lganini? Chekani to'pasaytirib qo'ying. Do'stlar, shuncha mehnatim uchun kanalga obuna bo'linglar endi. Bo'ldi do'stlar, biz yetarlicha olib oldik. Endi yana ketdik. Tatem qatdan olding desanglar, do'stlar, menga kerak bo'lib qolishini bilib olganman. Qayoqqa qidirayotgandim, mana ekan qayiq. Ketdik bo'ldi do'stlar. Oldingi videoni ko'rishinglarni maslahat beraman, chunki nima haqida ketayotganini bilmay qolishingiz ham mumkin. Biz buni sindiramiz-da. Keyin biz kichkinagina, mayli, kichkina, hozirchalik kichkina uyni bezatamiz. Bo'ldi, bu qulfnimi? Yo'q do'stlar, to'xtanglar. Mana. Mashdan kurt yorug'li. Agar kamonchiga qolsa shundan mana bitta ishini bekitib qo'ysam, derazani bekitib qo'ysam, endi biz bu yoqqa qo'ysak, bizda verstakka mamatga quramiz. Verstakdan biz buni bunaqaga aylantirib, birinchi o'chirtda biz o'zimizga nima kerak, ya'ni kravat kerak. Kravatsiz hatto kichkinagina uy ham bo'lmaydi. Shuning uchun biz birinchi o'rinda kravat quramiz. Kravat tayyor do'stlar. Endi biz bitta sandiq yasaymiz. Sandiqdan bu bitta bo'lsa, endi yana bizga nima kerak? Конечно, bittagina bo'lsa ham shuni bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Do'stlar, hozirchalik uyim kichkinadir. Chekbotimdan mundoq tashlasam bo'ldi. Endi bizga qo'rg'ondan bu yerda menda ovqatlar bor. Ovqatni bu yoqqa qo'yamiz. Buni mamatga qo'ysak, hozir tayyor bo'ladi. Do'stlar, menda ovqat yo'q. Birinchi qismda ovqat qo'yganman. Davayt bizga eshik kerak. Eshigi narsam bor. Yetarmikan? Hozir bu yerdan qaraymiz. Voy do'stlar, hozir biz chiqib yana o't olib kelamiz. To'xtanglar do'stlar. Oldingi safar deydiki, biz chinniga o'xshab qolmaylik. Shuning uchun do'stlar, haqiqiy to'dirman-da. To'xtanglar. Manda hamma ovqatlar pishdi. Demak, manda cho'p bor. Ne bu to'chonman. Cho'p qilishdim. Bu yoqqa bir xil bo'lsa ko'proq beradi. Mayli do'stlar, muhimi cho'p bo'lsa bo'ldi. Ketdik.
Hozir eshik quraman endi. Ketdik. Antida ketdik. Endi biz eshik quramiz. Eshik uchun bizga hamma narsa bor. Atigi ikkitagina daraxt yetishmayapti. Daraxt. Bo'ldi, ishimiz hal. Ketdik. Yo'q, hozir o'tga borib qiynalmaslik uchun biz hozir mashdozda ovqat o'rniga buni qursa. Do'stlar, endi yana ketdik qaniydi. Hozirchalik mashda qo'y to'larni o'ldirib o'zimni boqib turarsam, menga nima kerak? Qishloq topaman keyin oxirgacha kuchayib olgandan keyin qishloq topish kerak. Qishloqda nima bo'ladi? Faqatgina nima bo'ladi? Kanishni ovqat bo'ladi. Ovqat bizga kerak. Hozir men nima yasamoqchi edim? Ha, eshik. Bitta eshik. Eshik. Nima qilaman shuncha eshikni? Bo'tdan ochib qo'yamiz. Mana bu hammasi hal. Endi men bitta narsalarimizni bo'shatib, keyin ketayotgan kunimda ertaga ham bu real hayotda emas, o'yinda hozir uxlab, yana men ovqat qilaman, keyin уже ashe zo'r kuchayib ketgandan keyin hamma ishlarni ketamanda, ya'ni qishloqqa ketaman. Hozir menga anchagina ovqatlar kerak. Ovqat uchun menga qilich yetgancha men hamma narsamni faqatgina men bilan olsam yetadi. Bo'ldi. Qilich уже bor. Hop. Mana buni bu yoqqa bersak, mana bo'ldi. Qilich bor do'stlar. Yana buni shu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Uzoqga ketmayman. Ketdik. Zombilarning ovqatini yemayman, men boshqa ovqat, mana misol uchun cho'chqani ham o'ldirsa bo'ladi. Men real hayotda cho'chqani go'shtini yemayman ham, chunki men musulmonman. Shuning uchun bu o'yin musulmonlarning o'yinimi bilmayman, shuning uchun do'stlar, cho'tam не то. Ketdik. Voy. Chuqurga tushib ketyapman. Yo'q, mana bitta ham bor ekan. Do'stlar, menga kerka kerak. Kerkamni olib kelib, uni sindirib, uyim anaqasiga qo'yib qo'yaman. Do'stlar, keyin hech kim uyimni oldiga yaqinlasha olmaydi. Hamma bilasizlar, hamma zombi eshikni oldiga keladi. Eshikni oldisiga qurib qo'yaman. Qancha ikkitagina bo'radi. Bo'ldi, ketdik. Suv tegiga oldin borib olaylik. Keyin biz nima qilamiz? Конечно, ovqat qilyotdik. To'xtanglar. Voy. Qochdik. Qoch. Biz suvni tegiga tushmoqchimiz. Biz shunda kechqurun bo'lish kerakmi? Yo'q. Biz amalimiz uchun ketdik.
tez sanab qolsam yetadi. Ikkitagina, ikkita iltimos, ikkitagina. Voy. Ustida turish kerak emas. Ana bo'ldi do'stlar, qutuldik. Chiq. Do'stlar, ulgurdim. Endi biza ba'zanmi, ya'ni kichkinagina uyim oldiga borib qo'yib qo'yamiz. Qo'ygandan keyin hech kim uyim oldiga yaqinlasha olmaydi. Men o'zim tez chiqib ketib ketaolmayman. Balkim boshqa joyiga ochib ketaman. Mana bo'ldi do'stlar. Endi men buni eshikni yopib qo'yamiz. Biza esinglarda bo'z. Mana bunday qilaman-da. Bunday kelaman-da, shunday kirib ketaman. Shunday chiqaman-da, shunday qilib shunday eshikni yopib borsam ham bo'ladi. Ketdik, bo'ldi. Endi ovqat o'ylaymiz. Do'stlar, yaxshi ish bo'ldi. Chunki zombilar oldimga kelsa o'ladi. Men ketayotganimda hamma narsamni bittaman bir kichkina uyimni qoldirib ketaman. Chunki agar yana kelsam nima bo'ladi? Mashta ishim bo'ldi. Hammasi xal. Chunki menda hozirchalik bo'tachik bo'ldi. Ya'ni kravat. Kravatda nima bo'ladi? Конечно, chikbo'yt. Ya'ni o'shadan chiqqan joyingdan chiqasan. Mana uchun hozirchalik shu jim yashab turamiz. Bu yoqqa. Bo'ldi do'stlar, endi yaxshiyamki do'stlar, logichna bo'lib qoldi-yu. Men buni olmasdan ketmayman. Bularni, ya'ni ko'mir. Ko'mirda men ovqat o'g'laymanmi? Ovqatimni pishirishga yordam beradi. O'shaning uchun bularni olmasdan ketmayman. Chiqaqqa. Kechqurun bo'ladim, ertalab bo'ladim, creeper bo'ladim. Olib ketaman. Do'stlar, men va'dam ustidan chiqyapman, chunki men oldingi videoda bu videoning ikkinchi qismi ham chiqadi deganman. Chiqdi mana. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib tashlaylik do'stlar. Bo'ldi do'stlar. Men yana shunaqa junlidan bo'lsa, voy do'stlar, bugun menimcha steak yeyman. Kechqurunga. Ketma, o'lasan. Men aytdim, ketma, o'lasan dedim. O'zi ketdi. Babi ketmasa ham ketsam o'lardi. Ketib yaxshi qildi. Bir xil gapirish kerak, lekin men ikki xil gapirdim. Почти uyimga oldiga yaqinlashib qoldim. Uyimga oldidan ham o'tib ketdim men. Ketdik. Endi biz hamma narsalarni tashlaymiz-da. Ozgincha bitta o'zim qishloqni qidiraman. Qishloqda men hamma narsalarni tashlab ketaman. Bittagina totem olaman. U nima qilib beradi? Yana tiraltirib beradi. Shuning uchun men ketdim. Yo, qosammikin? Do'stlar, hozir mana olaydi. Ketdim, mana ham chiqaman.
uyimga hech kim kira olmaydi. Hammaga xayr, sizlar bilan Sodiq 001. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni esingizdan